akalar, onlarimizga asosiy qaraydigan Misha. Miyav. Dirishti qaraylar. Videoga like bosib, gumillatib qo'yinglar. Ertalabdan syomka qildingizlar uchun. Miyav. Shig'im men. Assalomu alaykum hurmatli mo'jizaviy kanalimizga aziz obunachilar. Mana biz haqiqiy ish vaqtimiz soat 6 dan boshlanadi. Bollarimiz hali turmabdi ham. Mollarning holati. Katta buqamiz o'rniga ham bitta buqa olib kelganmiz. Chekichilashtirib qo'ydik. Qirg'iziston paroda buqasi, hurmatli obunachilar. Saharlikni qilib oldik. Mollar saharligini beramiz endi. Kecha ozgina ertaroq qilib qo'ydim atallarini, mollar cho'miltirdim. Issiq suv bor edi. Endi kechki payt beraman desam, aynib qoladi, shuning uchun atalarni hozir beramiz somon bilan. Agar bundan qolib ketsa, kechki paytga qolib ketsa, aynib qolishi mumkin, shuning uchun biz kunda kechki payt qilib qo'yasim, kecha obedda qilib qo'ydim. Mollardan ham uyqusi ochilmayapti. Turishga ham kelmayapti ular. Hurmatli obunachilar, hozirgi kunda jami 16 ta molimiz bor, 2 ta kichkina novvozchamiz bor. 18 ta jami, 16 ta qisirimiz, 2 ta novvozchamiz. Bularga ertalabki rejimini ko'rsatamiz. Ertalabki molga qarash deyiladi, ertalabki rejim emas, ertalabda asosan slyoz yeyapti. Bugun erta bilan somon bermoqchi bo'ldim, chunki ishlar juda ko'payib ketib, 2 kundan beri faqat erta kechga slyoz yetadi. Mollar ozgina slyozdan qaytib qolganga o'xshadi. Rejim buzilganga o'xshadi ichi. Hurmatli obunachilar, mana mollarimizga ertalabda qarab oldik. Soatimiz 6:50 bo'libdi.
6-6:10 bu qarashni boshladik. Pulni qarab, atalarga zapravkalarni ham qilib qo'ydik 50 minutda. Taylarni ham tortib. Mollar kecha bir qator yengil kralinda cho'miltirdim. Unaqa yo'llari bilan anaqa qilvormadimi, yuvormadimi? Yengil kralinda cho'miltirdim kanabitlariga qarshi. Yana bu haftaning oxiriga yana bir cho'miltirib yuboraman. Uni bo'g'oz deb o'yladik. Doktor tekshirib ko'rdi, qisir ekan. Yangi buqachamiz. 16.700.000 so'mga olindi. U tuyoqlari istagan tuyoq Qirg'iziston paroda buqalaridan. Ovoz yoqib qoldi. Ovordik. Kech kuzgacha boqamiz. Qanaqa o'zgarar ekan. Kela movoz sherik qilib boqamiz. Bo'ylari uzun bo'ladigan narsa, oyoq qo'li uzun. Atalar endi sekin ko'nyapti, ichmagan edi shekilli. Atalarni yemabdi. Janob. Yetti bo'lyapti. Endi ishga ketamiz. Oldin atalarni obeddan keyin berayotdik. Kun isib qolyapti. Kechki payt atalarni tayyorlab qo'ysak, ertalabki normalni bo'lib qolyapti. Shuning uchun ertalab berishga qaror qildik. Endi kechki payt bir mahal silyoz yeydi. Kunjara kepak aralashmasi bilan. Bunaqa kunjara kepak ko'p yemaydi. Asosiy mana shu atalarda yeydi jirni narsani. Qizil. Qora. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, hurmatli obunachilar, kommentariyada qoldiraverasizlar. Bular narx-navosiga keladigan bo'lsak, kanalimizga yangi kuzatayotganlar bo'lsa, qisirlarimiz, xunajillarimiz, suyuq qo'yg'i. Ichida 6.700.000 so'mligi ham bor, 9.5 million so'mligi ham bor. Suyuq qo'yg'i 7.600.000 so'mdan tushgan. Hammasi mollarimiz. Novvoslarimiz bittasi 13.5 million, bittasi 16.700.000 so'mga olingan. Endi bular biroz zo'roq turib qoldi, chunki kanalimiz oldindan kuzatayotganlar bo'lsa biladi. Bu mollarimiz kelgan paytdan keyin yashur kelib qoldi. Yashurda bilasizlar. Bu yashur bo'lsa bir hafta shuna bo'lib 1 oy vaqt o'tib ketdi. Shu 1 oy orqaga surilib ketdi mollar rejimi. Bular ichidan eng oxirgi kelganimiz yashur temagan molimiz hozir ko'rsataman. 2 oyga yaqinlashib qoldi, lekin shu qassob bo'lib qo'ygan. Bular ish. Kechgacha bitta qo'ymay yeb tashlaydi. Yordamchilardan bittasi. Onlarga qarayapti mish. Kis. Ana.
Mollarimiz ichida hurmatli obunachilar, birinchi kelganlardan mana shu bo'lsa, mana shu birinchi kelganlardan birinchi yashir bo'lgan molim shu edi. Mana u eng oxiri kelgan molim. Lekin yashir tegmagan. Mana yashir bo'lmaganligi uchun mana molni ko'ryapsizlar, eti qanaqa. Bular yashir bo'lgan mollar. Mana ular u qizil ham ancha shabadalashni o'tkazib yubordi. Keyin pilusga qarab yurdi. Bu mol emlangan edi shekilli, yashir bo'lmagan mana. 2 oyda shunchalik o'zgardi. Yana 1 oydan oshiq boqiladi. 1 oy, 1,5 oy ichida hamma mol addush o'zgarib ketadi. Shu qizilga ham 2 oy bo'ldi. Havas qilganlar like bosib gumbillatib qo'yasizlar. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar.